Qizlar ham ko'ylagimizni qaranglar, вообще shikarniy ko'ylak ekan, juda ham chiroyli. Kiyganda ham shunaqa asal turar ekan qizlar. Kачество ham premium kачествоda. Juda ham chiroyli. Mana mayda-mayda gulchalarni qaranglar. Materiali nima deyiladi? HB krep deyiladimi? Shunaqa. Krep yupqasi bo'ladi, havo o'tkazadigan muzdek material. Shunaqa. Mana rukavalarni qaranglar. Ichlari asal ekan qizlar, ichlarini umuman qizdirmaydi. O'zi materialdan qizdiradigan material emas, muzdek material ekan. Oldi tugmalarni ham qaranglar. Razmerlari 38 dan 44 gacha qizlar. Yonidan mamutini mana bemalol mabda zapas materiali bor. To'raytirib, kengaytirib, belgilarga moslab, ikkita yondan mana regirovka qilsangiz bo'lar ekan. Polniy bo'y bo'lib turadi. Etek qismlarini ham qaranglar, juda ham chiroyli mana. Kiyganda mana o'zini shunaqa rukavalari bor ichki tarafida. Kiyganda вообще прям shikarniy turadi qizlar. Buni kiyib obzorlarni qilib beraman. Nanichi razmerlarimiz bor bu ko'ylagimizda.